Urganch shahrida 160 kvadrat joy sotiladi. Tayyor remontdan chiqqan manzilimiz Sanjar to'yxona. Bu yanda 7 dan kelaverishda, bu yerda 13 yuridi. Maktab, bog'cha, marasa bor. Ana endi joyni ko'ramiz. Ina joyimizni oldi. Qaranglar. Kengina. Bera mashin qo'ysa ham bo'ladi, lekin garaj ham bor. Bu tapchan qo'yib, birdan bir set yurib berib turib, oho, zo'rdan zatib o'tirasizlar. Xudo xolasa joyni ko'ramiz. Yo'q, neden başlayamiz? Bundan başlayamiz. Garajdan keyin tepeye chiqamiz. Garajni ko'ramiz. Garaj remont bo'lib turibdi. Buz dengina. Bu yerda xohlasanizlar yozda yotib o'tirsangiz ham bo'ladi. Bir xonat ko'chalar ham bo'ladi. Eng qizig'i ishxonasida mashinadan ham bor ekan. Bu rakovina qo'yib berib turib, yana shu montajdan majburiy turibdi remont bo'lib. Shuning gaplar. Ana endi nani ko'ramiz? Joyni ko'ramiz deyapman. Endi uyni obzor etamiz, xudo xolasa. Bismillah. Yana hamma nasib etsin shuning joylar. Kimki niyat etib turib joy olaman deb bilgan bo'lsa, niyatine yetsin. Rakovinalar qo'yilgan, xo'shratib, bu yoqda yana erganliklar ostidan chiqamiz, xudo xolasa. Döşeylari qoladi. Depada katta zalimiz 6 metr. 6'ga 3,5 mi? Şu niyada o'xshaydi. 6'ga 3,5. Joyimiz. Zali. Katta zalimizda. Birdan chiqamiz. Ha, aytgancha. Beri kerak vaziyat ko'p qo'yasizlar. Bu yerda navot qo'yilgan desam sizlarga. 3 ochiq qo'yilgan, akkuratni aytib, bellar bo'lashmasında akkuratni aytib ko'p qo'yiladi. Yani ko'rinib yotmaydi-da. Endi ketdik. Xudo xolasa birinchi spalnyamizni ko'ramiz. Spalnyamizni. Hammaya nasib etsin. Döşeylari qoladi hammasi ichida. Bundan chiqamiz. İşte bekle kocalarım boladı mesela. Indiki mesela bir kuxni. Kuxni gördüğünüz akayın. Bir anda yine bir spalnyamiz. Yine. Spalnyaya giremiz. Bederem kuyaş geldi yine. Şamal gelip duradı. Materyası var. Döşeyi döşelgen. Laram kaladı. Endi banyoya giramiz. Banyoya giramiz. Ariston qo'yilgan, rakovina qo'yilgan. Bu yerda toza kotyolomizdan qo'yilgan. Hamma narsa shunga aylanadi. Etajiga ariston qo'yilganda. Bundan chiqamiz. Birden akkuratni bir döşey oluyor. Çıkamiz. Bederim bir ayna var. Şamol gelish uchun endi eshikdan chiqadan bo'lsak. Bir de bir sharsik etib berib, yomon ketadi-da. O'tirib. Ne esibding-a? Oila bilan o'tirib yeyibcha. Bir o'zi katta. Gördünüzmi? Şunun gaplar. Yine bir narsa aytacakman. Men joyni reklam atib beraman. Kelasizlar o'zlaringiz kadastrini tekshirasizlar, kadastrini ko'rasizlar, notariusdan pul berasizlar. Shunday gaplar. Egasining nomerini shu men urasizlar, egasi men nomerimni berasan dedi. Shunday gaplar. Bahası 640 milyon so'm kelishiladi. Shuning gaplar. Yana naqshlarni qaranglar buni. Qo'shratib suratganlar. Podpiska, like, yaxshi kommentariya bo'lsa,
Ben sizlarga bundan ham zo'r joylarni chiqaraman, xudo xohlasa. Arzon. Zo'r joylarni xudo xohlasa chiqaraman bundan keyin. Podpiska bosib turinglar, kommentariyani zo'rlarni qoldiringlar. Kimki niyat etgan bo'lsa, niyat etdim deb kommentariy yozib qo'yinglar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani shuninglarga yetirsin. Bundan ham zo'rlarni yetirsin.